chiroyli bir rus tilini biladigan mardikor bo'lmoqchimizmi? Hozir aytishingiz mumkin, davlat maktablarimizda qimillatolmayapmiz-da kitob jarayonlarimizda. Matematikani ochadigan bo'lsak, bu matematikada 3-sinf kitobida deyarli 9-sinf masalalar. Bir ota-ona 4 marta davlat maktabiga borib keldi farzandini hujjatini olish uchun. Xususiy maktabga bergan ota-ona 3 ta narsada yutadi. Ko'p ota-onalar mana hozir bilamizki, maktab boshlana bo'ldi. Xususiy maktabga farzandini bermoqchi bo'lganlarda qiyinchilik tug'ilmaydimi? Hujjatbozlik, o'zi xohlagan paytda ko'chirsa bo'ladimi yoki aynan shu sentyabr, avgust oylarida ko'chirish kerakmi? Farzandlarimizga mana bog'cha davridanoq hozir ta'limga e'tibor beryapti-da. Biz shu bog'cha davridagi jarayonda farzandlarimizga bolaligini qo'yapmiz deb o'ylayman. Xususiy maktablar deyarli o'quvchilarni chet el bilan bog'langan holatda chet el o'qishlariga kiritish dasturini qo'ygan. Chunki ma'lum bir xususiy maktablarda avtoritet uchun, hurmat uchun farzandim falon xususiy maktabda o'qiydi deyishni ham o'qitib turgan ota-onalar ham bor. Mana juda ham ko'p sertifikat oladi biz ingliz tilidan xalqaro. Chet elga kirgan o'quvchilarimiz ham ko'p. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatulloh. Al-Xorazmiy xususiy maktabining doimiy kuzatuvchilari, juda ham ko'plab kuzatuvchilarimiz, ota-onalarimizning talab va takliflariga binoan o'tgangi podkastimizni yana ikkinchi davomi o'laroq Ferrar aka vaqtdan so'ragandik. Qo'shimcha savollarda juda ham hozirgi paytda dolzarb bo'lgan savollarni to'plab kelganmiz. Shular bo'yicha Al-Xorazmiy xususiy maktabining rahbari Sherali aka Xonqulov akamizdan aynan shu savollarga aynan o'zlaridan javob olamiz. Assalomu alaykum Sherali aka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Avvalambor xush kelibsiz. Xo'p, Sherali aka, ko'plab ota-onalarimiz tomonidan berilgan savollar, shaxsan ijtimoiy tarmoqlarimizda ham berilgan ko'plab savollarni terib kelganmiz. Shular bo'yicha bir boshdan berib o'tsak, inshaalloh ko'pchilikda ota-onalarimizni kuzatib borayotganlarga bir manfaatli javoblarni berib o'tsa yaxshi bo'lar ekan. Xo'p, birinchi savolimizga keladigan bo'lsak, birinchi savolimiz xususiy maktabda hozirgi paytda juda ham ko'payib ketyapti. Mana shu xususiy maktablarning ko'payishi ta'lim sifatini qay darajada o'zgartiradi yoki ta'sir ko'rsatadi? Juda ham o'rinli savol. Xususiy maktablarning ko'payishi bu albatta yaxshi, bizni quvontiradigan. Bilamizki, biz xususiy maktablar ko'payishida ikki xil yo'l bor. Birinchi navbatda biz ta'limiy holat bo'yicha maktablarimiz va tarbiyaviy holatda yo'nalgan maktablarimiz bor. Va ikkalasi mujassamlashgan maktablar bor. Xususiy maktablar ko'payishida davlat maktablarini jonlanishini olib keladi. Birinchi navbatda. Davlat maktablarimizda ham sifatga e'tibor beradi. Sababiki ma'lum bir raqobat bor joyda yuksalish bo'ladi. Endi bilamizki, ijtimoiy tarmoqda eshitib qoldim, ma'lum bir xususiy maktab egasi mana hozir bizda xususiy maktablarda biznesga aylantirib tashlashyapti degan xulosani berdi. Shu fikrga qo'shilmayman. Albatta bu xususiy maktablar jarayoni ham biznesga aylanish kerak. Qachonki biznesga aylansa, gina keyin rivojlanadi o'sha soha. Mana tushuntiradigan bo'lsak, biznes o'zi nima? Biznes o'zi bu pul ishlash maqsadida tovarlarni ishlab chiqarish yoki ularni sotish, xizmat ko'rsatish uchun, ya'ni xizmat ko'rsatish faoliyati o'zi aslida shu bilan shug'ullanuvchi. Endi qisqacha qilib aytganda o'zi bu biznes o'sha foyda olish uchun qilinadigan tijorat faoliyati hisoblanadi. Demak biz foyda olish uchun deyapmiz. Xususiy maktablar ochilgandan keyin bu birinchi foyda nimada? Ilmda rivojlanishida. Agar buni ma'lum bir darajada ta'limni tushunadigan insonlar bo'ladigan bo'lsa. Ikkinchi foyda esa bu iqtisodiyot. Nafaqat bu bitta shaxsning iqtisodiyoti, balkim ish bilan ta'minlash, davlatimizning byudjeti. Mana bilamizki, bir yilda bitta farzand uchun qancha pul ajratiladi. Davlat maktabida o'qisa, davlatimiz tomonidan. Bu nafaqat bu shu bir tadbirkorning rivojlanishi, balkim davlatimizning ham rivojlanishiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'ladi. Bu ijobiy tomonlari. Endi bu xususiy maktablarimizda mana turli xil talablar qo'yilyapti ochilish uchun. Masalan, bu qo'yilgan talablar xususiy maktab ochib turgan do'stlarimizga shuni maslahat bermoqchiman. Hammasi o'zimiz uchun foydali. Biz ma'lum bir jarayonda litsenziyalarda turli xil har xil yo'llar bilan olishimiz mumkin, lekin buni ish faoliyati mobaynida mana shu litsenziyada qo'yilgan talablar o'zi uchun kerakligi, maktabda rivojlanish uchun kerakligini uni xususiy maktab ochgan, ya'ni inson, ya'ni tadbirkor yoki o'qituvchimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar buni o'zi tushunib yetadi. Shuning uchun biz har doim ta'lim sifatini rivojlantirishda biz
hammamiz umumiy holatda ota-ona, qolaversa o'quvchi hamda ustoz yoki shu xususiy maktab ta'lim maskani uzviy holatda ishlashimiz kerak. Mana bilamizki, xususiy maktablarda puli qimmat yoki ma'lum bir jarayonda hamma uchun emas, bu mana tabaqalanish olib keladi degan fikrlar ham yo'q emas. Bor albatta bu yurtdoshlarimiz tomonidan, lekin xususiy maktablar o'sha hududga kelib chiqqan, iqtisodiyotga kelib chiqqan holatda narx belgilagan. Masalan, o'zimizda Al-Xorazm xususiy maktablari misol shaharda joylashgani bor, tumanda joylashgan. Tumanda joylashgani shu tumanda iqtisodiyotdan kelib chiqqan holatda narx belgilagan. Endi xususiy maktablarimizda mana bilamizki, ko'p holatda hozir moda tusiga aylandi. Binoni juda ham hashamatdor qiladi, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yurtdoshlar. Juda ham bir odamni jalb qiladigan holatda marketingni jalb qiladi, lekin ta'lim sifati deyarli nol bo'ladi. Demak, bizda bu nimasiga asosan aytishimiz mumkin? Biz ta'lim sifatida yetarlicha, ya'ni o'sha mutaxassislar, kuchli pedagoglarni, ya'ni kuchli iqtisodiyotdan chekinib ishlata olmaydi. Berilgan holatda yoki berilgan holatda ishlata oladi. Ishlata olsa nur ustiga nur bo'ladi. Ya'ni keltirilgan sharoitda va bilimli ustozlar tomonidan, ya'ni ta'lim oladi yurtdoshlarimiz. Eng muhimi bizning davlatimizda ta'lim o'choqlari ko'payyapti-ku. Bundan xalqimiz xursand bo'lishi kerak. Qanaqadir bir axloqni buzadigan bir tadbirlar yoki o'yin-kulgi holatlar, o'yin-kulgi xonalar yoki PlayStationlar, shunga o'xshagan jarayonlar ko'paymayapti-ku. Muhimi bu bizni ta'limimizni yanada rivojlanishiga olib keladi. Demak, Sherali aka, xudo xolasa mana shu xususiy maktablar ko'payishi, ularning soni oshishi albatta bu quvonarli holat, bu yaxshi. Albatta xalqimiz uchun juda ham yaxshi. Chunki xususiy maktablar raqobat qilgandan keyin sifat yanada rivojlanib, xalqimizga yaxshi xizmat qilish kuchayib boradi. Nafaqat u ta'lim jarayoni bo'yicha, balkim o'sha o'quvchiga keltirilgan sharoitlar bo'yicha ham raqobatlash mumkin. Endi shuni eslatib qo'ymoqchiman. Agar shu raqobatga tayyor bo'lmagan xususiy maktablarimiz ma'lum bir jarayonlarda yopiladi. To'xtab qolishi mumkin, albatta. Chunki shunaqa holatlar ham uchrab turibdi. Albatta. Xo'p, juda ham yaxshi. Demak, raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Xo'p, navbatdagi savol. Endi afsuski, hozir aytishimiz mumkin, davlat maktablarimizni qimmatlat olmayapmiz-da. Shu xususiy maktablarda mana prezidentimizning ruxsati bilan ochilish tadbiqi qo'yildi, tadbiq amalga oshdi. Lekin hali ham ba'zi bir davlat maktablarimiz shu o'quvchilarni xususiy maktabga chiqib ketish jarayonini negativ holatda hazm qiladi. Go'yoki siz yoqmayapti ularga. Shunday holat. Biz bunga ochiq qarashimiz kerak. Chunki farzandlarini ota-onalar yaxshiroq bo'lishini xohlaydi. Yaxshiroq muhitda ta'lim oldirgisi keladi. Ya'ni ta'lim olgandan keyin esa shuni bir tadbiqini ko'ra olishni boshlaydi. Demak, biz davlat maktablarida mana oddiy element xususiy maktabga o'tayotgan vaqtda ko'p davlat maktablari hujjatini berishda xalqimizni qiyinlashtiradi. Bu albatta bizni ma'lum bir tushunmagan xalqimizni iqtisodiyotini sarflashiga, vaqtini sarflashiga olib kelyapti hozirgi vaqtda. Shuning uchun mana shu davlat maktabida ishlovchi ma'lum bir rahbarlar sirda iltimos, imkon qadar biz xalqimizga yengillik holatda yaratib berishimiz kerak. Buni biz o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Bir ota-ona kerak bo'lsa bir 4 marta davlat maktabiga borib keldi farzandini hujjatini olish uchun. Keyin uni qiziqadigan bo'lsak, o'sha sinfidagi o'quvchiga va maktab o'quvchisiga soniga qarab turib, o'sha maktabda ishlovchi rahbarlarga oylik to'lanar ekan. Demak, biz o'zimizda iqtisodiyotimiz deb, masalan, o'zga insonda yosh kelajakda taqdirini ma'lum bir darajada salbiy oqibatlarga olib kelib qo'ymasligimiz kerak. Tushunarli, zo'r. Yaxshi javob bo'ldi. Navbatdagi savolimiz, davlat maktablarida asosiy farq ta'limdan yoki muhitdan nima deb o'ylaysiz? Endi davlat maktablari bilan xususiy maktablar orasida hozirgi vaqtda juda ham katta farq bor. Endi davlat maktablari maydon sifatida, maydon nuqtai nazardan juda ham katta maydonlarga joylashgan. Va bizda davlat maktablarimizdagi ustozlar bilan va xususiy maktabdagi ustozlar birgalikda hamkorlikda ishlash kerak. Ya'ni ahamiyat bergan bo'lsangiz, davlat maktablarida ishlovchi mas'uliyatli va o'zini bilimiga ega bo'lgan, ya'ni maktablardagi ustozlar xususiy maktabga o'tadi. Uning asosiy sababi nimada? Birinchi o'rinda o'qituvchiga keltirilgan sharoit. Eng asosiy, ya'ni o'qituvchini, chunki siz ko'p pul odamga taklif qilib va undan keyin ikkinchisi yaxshi sharoit, muhitni taklif qilsangiz, aksariyat holatda muhitni tanlaydi. Va iqtisodiy holatda ham xususiy maktablar
davlat maktablaridan kam bo'lmagan holatda oylik bera oladi. Mhm. Va undan keyin esa o'quvchilar jarayoni eng asosiy jarayon. Mana xususiy maktablarda ota-ona ham xohlaydi. Ma'lum bir o'quvchi ham xohlaydi. Va shundan keyin esa o'quvchilarda dars berishlarda ustozlarimizda qiyinchiliklar tug'diradi. Mana davlat maktablarimizda esa ko'rishimiz mumkin, turli xil ota-onalarda ustozlarga bo'lgan noo'rin bir fe'l atvorlar orqali ustozlar kasbidan beziydi. Tushunib tushunmay farzandiga qilingan. Xususiy maktablarda agar bolani odob axloqi yoki bilimi o'zgarish bo'lib yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, ota-ona qo'pqallashadigan bo'lsa, bu albatta haydash huquqiga ega. Xususiy maktablar o'qituvchini bemalol himoya qila oladi. Farzandiga ham tayyorlashar ekanda, yaxshi o'qigan. Albatta, farzandiga. Chunki iqtisodiyot pul to'lagandan keyin har qanday odam mas'uliyatni qadriga yetishni boshlaydi. Mas'uliyatni o'zini bo'yniga olishni boshlaydi. Lekin afsuski, ma'lum bir xususiy maktablarda avtoritet uchun, hurmat uchun farzandi falon xususiy maktabda o'qiydi. Deyishli ham o'qitib turgan ota-onalar ham bor. Bor. Keyin esa mana uchinchisi ustozlarimizga eng xususiy maktablarda ustunlik tomoni ustozlarimizga shu sinf xonasida deyarli ko'pi bilan 20 ta o'quvchini o'qitishi. Mana hozir davlat maktablarida ko'rishimiz mumkin, hatto eshitdim 40 ta atrofida o'quvchilar bor, sinflar ham bor, ma'lum bir sinflar. O'qituvchi 40 minut yoki 45 minut vaqt davomida shu darsini berish va shu jarayonida ham ma'lum bir darajada qiynaladi. Shuning uchun ustozlarimizda o'sadigan, har qanday insonga ham o'sadigan, o'zini kelajagini ko'ra oladigan, misol uchun iqtisodiyoti yaxshi bo'lgan muhitda ishlagisi keladi. Yaxshi bo'lgan joylarda. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolimiz, ota-onalar maktab tanlashda eng ko'p qaysi xatolarga yo'l qo'yishyapti? Yana bitta narsani gapingizda oldim. Yana ota-onalarni xususiy maktabda tanlashining eng katta sababi davlat maktabida mana soat X semena maktablarimiz ham bor. 8 da boradida o'quvchimiz va 12:30larda qaytib keladi. Va ota-ona nazoratida bo'lmaydi bola. Chunki ota-ona ham ertalab 8 da chiqadi, kechqurun 5 da yoki 6 da ishdan keladi. Xususiy maktablarimizda farzandlari 8 da borgandan keyin 5 gacha ham sport, ham aqliy va qolaversa iqtisodiy holatda mana qorinlari och qolmaydi. Misol xususiy maktablarda 3 mahal yoki 2 mahal ovqat beriladi yoki 4 mahal. Shu jarayonlar ham, ya'ni ustunlik jarayonini beradi. Ota-onani tanlashiga sabab bo'layotgan narsa. Xususiy maktablarda hozir bizni ota-onalarimiz hali to'la hazm qila olgani yo'q. Chunki xususiy maktabga bergan ota-ona 3 ta narsada yutadi. Birinchi navbatda berayotgan mablag'ida oqlaydi, u deyarli 4-5 barobar. Farzandi aniq bir vaqtlar muddatida har qanday holatda intizomiy holatda nazoratga ega bo'ladi. Mana 8 dan 5 gacha. Va o'sha muhit deyarli o'qiyman deydiganlar muhiti yaratilgan bo'ladi. Ikkinchi o'rindagi holati esa farzandini doimiy holatda bilim salohiyatini haftama-hafta o'sib turganini ko'rib boradi. Chunki xususiy maktablarda deyarli maqsadi o'sha agar o'quvchi ketib qoladigan bo'lsa, uni iqtisodiyot ziyon bo'ladi. Shu ketib qolmasligi uchun ham ba'zi bir xususiy maktablar juda ham bilimli ustozlarni deyarli juda ham ko'p holatda bilim berishga harakat qiladi. Chunki atrofida raqobatchilaridan o'tish maqsadi. Hozir xususiy maktablar davlat maktabi bilan raqobat qilganlari yo'q. Hozir asosiy xususiy maktablar bilan raqobat qiladi. Aslida o'zi xususiy maktablar davlat maktablari bilan raqobat qilsagina ta'limimiz yanada rivojlanadi. Chunki hali deyarli bizni aholimiz 40 millionga yaqinlashib turgan bo'lsa, deyarli bir 20% gacha shu bo'lgan ota-onalarimiz xususiy maktabimizda farzandlarini o'qita oladi xolos. Agar bu ko'rsatkich 50% agar ota-onalar xususiy maktablarda tanlaydigan bo'lsa, bu xususiy maktablarimiz yetmaydi o'quvchilarga. Ulgurmaydi. Sababiki u 20% ham o'zi aslida ko'p. Shu 10% atrofidagi odamlarimiz bizda xususiy maktablarda bilim tahsil oldiradi. Lekin xususiy maktablarimizda berishini yutuqlari juda ham ko'p. Mana bergan ota-onalar bu holatni biladi. To'g'ri, ma'lum bir o'sha ishonchni oqlamagan, va'dani berib turib, reklamani berib turib, ishonchni bermagan xususiy maktablar ham yo'q emas. Albatta bor bunday xususiy maktablar. Lekin e'tibor bering, xususiy maktab shakllanganiga o'zi necha yil bo'ldi? Bo'lsa bir deyarli bir 5-6 yoshlarda yoshchalik yil bo'ldi xolos. Hali bu
ma'lum bir darajada bir yillar kerakda xususiy maktabni yanada maktablarni ishonchni oqlash uchun. Lekin hozir deyarli juda ko'p xususiy maktablar ishonchni oqlayapti, o'zini oqlayapti. Demak, o'sha birinchisi o'sha farzandi soat 8 dan 5 gacha o'sha yaxshi muhitda o'sib, sog'lom holatda 3 mahal ovqati bilan jismoniy holatda o'sadigan bo'lsa, ikkinchisi mana o'sha ta'limiy doimiy nazorat, ya'ni o'sha natijalar, haftalik testlar jarayonida qolaversa, o'sha kuchli bilimli sinov asosida o'tgan ustozlarni qo'lida tahsil olishmoqda. Endi uchinchisi esa hozir xususiy maktablar deyarli o'quvchilarni chet el bilan bog'langan holatda chet el o'qishlariga kiritish dasturini qo'yyapti. Ya'ni hozirdan yoshlarimiz o'sha ma'lum bir darajada chet davlatlari, misol uchun Yevropa davlatlariga deyarli xususiy maktablardan juda ham ko'p o'quvchilar o'qishga kiryapti. Bu albatta quvonarli. Bu albatta o'sha uchinchi yutuqlardan biri. Endi sanamizda bunaqa yutuqlar juda ham ko'p. Psixologik holatda yordamlar bor xususiy maktablarda va o'sha axloqini, odobini rivojlantiruvchi yo'nalishlar bor, misol uchun. Ko'p sanashimiz mumkin. Zo'r gap yo'q. Juda ham yaxshi aka, bergan savolingiz, bergan javoblar, savollarimga ancha o'zim uchun ham yangi ma'lumotlar qo'shimchalab olyapman. Yana bir o'zimni shaxsan qiziqtirgan savolim, farzandga yoshligidan ta'limiga yaxshi e'tibor berish qanchalik muhim va o'rinli? Ya'ni maktab chog'idanoq maktab chog'idanoq e'tibor berishi demaylik, shuni farzandlarimizga mana bog'cha davridanoq hozir ta'limga e'tibor beryapti-da. Biz shu bog'cha davridagi jarayonda farzandlarimizga bolaligini olib qo'yapmiz deb o'ylayman. Bog'cha davrida mana tilni o'rganish kerak, misol nechtadir matematikani, boshqani. Bog'chami? Demak, bog'cha davrida o'sha yaxshi yeb ichib, jismoniy holatda o'sib, misol uchun aqliy holatdagi yengil bir to'garaklarda qo'yishimiz kerak-da. Farzandlarimizga og'ir tipdagi, ya'ni darslarni o'rgatib qo'ymasligimiz kerak va qiyin holatga tushirib qo'ymasligimiz kerak. Psixologik holatga. Shuning uchun biz o'sha maktabga kirgandan keyin o'quvchilarimizga o'sha iloji boricha ta'limni bosqichma-bosqich berib borishimiz kerak. Mana hozir biz qaysi davlatlarda metodi deyapmiz. Biz o'zimiz milliy qadriyatli metod tanlashimiz kerak. Mana biz qanaqadir Malayziya metodi deyapmiz, to'g'rimi? Singapur metodi deyapmiz, Buyuk Britaniya, qanaqadir davlatlar. Shuni bilishimiz kerakki, har bir joyda ilm olish qobiliyati shu, ya'ni davlatni shu tilini va shu millatning o'zini qadriyatini kelib chiqqan holatda bo'ladi. Bizi o'zbek qadriyatlariga u tushmasligi mumkin. Ya'ni o'zbekda ongiga tushmasligi mumkin. Demak, biz o'zimizni milliy qadriyatli ongdagi, ya'ni ta'lim tizimimizni yaratishimiz kerak. Ya'ni o'zimizni kitoblarimizdagi o'zgarishlarni qilishimiz kerak. Men doim aytaman, bizni maktab darsliklarimiz deyarli talabga javob bermaydi. Deyarli talabga javob beradigani ham bor. Lekin kitoblarimiz shu darajada saviya holati bo'yicha baholaydigan bo'lsak, darajada o'quvchilarimizni saviya holatini o'stirmaydigan kitoblar. Deyarli fanlarimizda. Buni kitobda varaqlab ko'rgan ota-onalarimiz va mana matematik sifatida aytaman, ham shu maktabni direktori sifatida aytaman. Nechadir yillarda tajriba bilan kelib chiqib aytaman. Kitob jarayonlarimizda mana matematikani ochadigan bo'lsak, bu matematikada 3-sinf kitobida deyarli 9-sinf masalalar turibdi. Bu men bitta misol keltiryapman. Bu aniq isboti bilan. Ya'ni biz 1-sinfda farzandlarimizga nimani bera olamiz? Meni bir har doim o'ylab yurgan ta'limda taklifim bor. Biz Al-Xorazm maktablarida tatbiq qilganmiz. 1-sinfdan 4-sinfgacha farzandlarimizga deyarli holatda mantiqiy fikrni rivojlantirish, misol hayotga moslashtirish, undan keyin esa hayotni hazm qildirish va tillarni o'rgatish. Masalan, rus tili, ingliz tili, mana shularni va o'sha kerakli tillar. Arab tili bo'ladimi yoki koreys tili bo'ladimi, nemis tili bo'ladimi, shu tillarni o'rgatish. Va bizda mana shu boshlang'ich ta'limda ko'proq farzandlarimizni so'z boyligini, nutqini rivojlantirishimiz kerak. Mana shunga fokus qaratamiz. Mana boshlang'ich sinflarda. Va bizda yuqori sinflarda undan keyin esa o'sha jiddiylashgan holatda fanlarda o'zimizni mana Al-Xorazm maktabini ustozlari tomonidan chiqarilgan kitoblar, maktab darsligi bu qo'shimcha xolos biz uchun. Maxsus shu o'zimizni kitoblar orqali yoki mana kimlar bir buyuk ustozlar chiqarilgan kitoblar orqali dastur qilib boradi. Demak, alohida kitoblar qo'llanmalar qilingan darslar uchun. Zo'r gap yo'q. Juda ham yaxshi. Yana navbatdagi savolim, o'zi bu savolimga o'zi qo'shimcha javob sifatida berib ketibsiz. Yana ham to'ldirib bersangiz yaxshi bo'lardi.
Ya'ni ya'ni xorijiy tillar va qo'shimcha fanlarga urg'u berish farzandlarni kelajagiga qay darajada ta'sir ko'rsatyapti? Xo'p, juda ham zo'r savol. Rus maktablari bor mana hozir. Ingliz maktablari juda ham kam, lekin rus maktablari juda ham ko'p. O'zi ota-ona rus sinfga beryapti turganda nima maqsadda beryapman shuni bilishimiz kerak. Biz ma'lum bir yillar rus bosqini bilan yashagan davlatmiz-ku. To'g'ri? Bizni ongimizda ota-bobolarimizga ham singib ketgan. O'zi aslida til ingliz tili, rus tili, boshqa tillar ham biz uchun til sifatida kerak. Muomala uchun kerak. Bizga qadriyat uchun kerak emas. Shuning uchun mana rus maktablariga beryapti turgan ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli ota-onalar, sizlar til sifatida bering va undan keyin esa o'zimizning qadriyat asosida aniq fanlar, mana matematika, fizika, kimyo, astronomiya, mana shu ko'p, mana o'zimizning tarix, ona tili, milliy ruhni shakllantirishimiz kerak-da bolalarimizni, o'quvchilarimizni. Oldin o'zbek tili juda ham chuqurdir. Biz hozir o'zbek tilini deyarli siz ham, men ham hozir 100% bilmaymiz. Ma'lum bir so'zlar bor, masalan siz uni tushunmaysiz, lekin o'zbek tili. Buni o'zbek tili o'qituvchilarimiz juda ham yaxshi biladi. Biz demak oldin o'zimizning tilimizni yaxshi o'rganishimiz kerak. Biz o'rganaylik, mayli. Qarshi emasman. Mana hozir ingliz tiliga hamma yotib olgan. Maqsad nima o'zi ingliz tiliga? Uni tagida iqtisodiyot yotibdimi? Shu ingliz tiliga borib, shu chet elga borib bir katta pul ishlayman degan g'oya yotibdimi yoki davlatimiz uchun va atrofdagi bir insonlar uchun manfaatim tegadimi degan xulosa yotibdi. Endi biz rus tilini o'rganyapmiz. Biz maqsadimiz borib mardikor bo'lib, yaxshi chiroyli bir rus tilini biladigan mardikor bo'lmoqchimizmi? Maqsadimiz nima o'zi? Aslida rus tilini o'rganishimizda biz bilishimiz kerakki, til sifatida o'rganganimizdan keyin muomala sifatida ko'p tilni bergan odam yutadi, bilgan odam yutadi. Lekin biz til sifatida rus tilini, ingliz tilini deyarli buyuk allomalar ham juda ham ko'p tillarni bilishgan, lekin o'zini qadriyatini yo'qotmagan. Shuning uchun bizning qadriyatlarimiz nima? Musulmon qadriyatlari qanday? Misol uchun o'zbek qadriyatlari qanday? Nafaqat go'zal bo'ladi shu o'zimizda qadriyatlarni o'rganib, keyin tilda bilsak. Hozir shunday aytmoqchisizki, rus maktabida o'qigan bolalar qadriyati, yurish turishi, xarakteri o'zgarib ketadi demoqchisiz? Albatta. Endi buzilib ketadi degan qarorni chiqarmasligimiz kerak. Buzilib ketgan deyarli 90% mana shunday holatda bo'lganlarida guvohi bo'ldik-da hayotda. Kelishyapti. Ota-onasiga deyarli ma'lum bir darajada qaramaydi. Yoki o'zimizning qadriyatlarda unday emas-ku. Atrofdagilarning fikrini inobatga olmaydi. Masalan, eshitish kerak, ma'lum bir vaqtda xo'p deyish kerak. Uni salbiy tomonlari juda ham ko'p. Qizlarimizda ayniqsa ibo, hayo, sharm, uyalish degan narsalarni mana rus sinfida o'qigan qizlarimizga e'tibor bering. Yo'q unaqa. Ota-ona oldida qanday kiyinish madaniyati bor ota-ona oldida qiz farzand, o'g'il farzand. Albatta bizda rus sinflarimiz bor, lekin bizda rus sinflarimiz 1-sinfdan 4-sinfgacha. Albatta til sifatida qaraladi. Yuqori sinflarda ham rus tili juda ham kuchli o'qitiladi, ingliz tili bizda. Ixtisoslashtirilgan fanlarimizdan bittasi. Lekin til sifatida o'rgatamiz. Lekin mana 2 yil o'qib, 1 yil o'qib, arab tilini bilib olgan o'quvchilarimiz bor. Rus tilini bilib olgan o'quvchilarimiz bor. O'sha suhbat asosida ingliz tilini bilgan o'quvchilar. Mana juda ham ko'p sertifikat oladi bizda ingliz tilidan, xalqarazda. Chet elga kirgan o'quvchilarimiz ham ko'p. Biz ularni o'sha o'zbek qadriyatida birinchi o'rinda o'zbek qadriyati, undan keyin til sifatida shakllantiramiz. Shunda ular tomonga olib ketish bo'lmaydi. Yo, u qo'polib qoladi, ular tomonga olib ketish deganda. Baribir o'zini tarixini bilib, o'zini milliy qadriyatini bilib, vatanini sevib, o'zini millatini va o'zini dinini hurmat qilgan inson va dini bilan yashaydigan, o'zini dini bilan yashaydigan inson buyuklash uradi. Zo'r. Juda yaxshi, rahmat sizlarga. Xo'p, navbatdagi savolga o'tadigan bo'lsak, hop, bilamizki, Al-Xorazm xususiy maktablarida ta'lim, tarbiya, intizom juda ham qattiq deb eshitganmiz va hozir ham ko'ryapmiz. Ya'ni telefonlargacha olib qo'yar ekan bu yerda. O'quvchilarga foyda beradimi bu narsa yoki bir bosim qilish qay darajada misol uchun ta'lim tizimiga ta'sir qiladi? Endi ikki xil qarash mumkin. Ba'zi bir ota-onalar uchun bu narsani bosim deb qarash mumkin. Shaxsiy fikrni yo'qotadi deyish mumkin. Ba'zi bir ota-onalar uchun to'g'ri yo'l deyish mumkin. O'zi biz mo'tadillikni saqlaganmiz har doim. Masalan, ko'p o'quvchilarga, ko'p ota-onalarga sizning o'sha qattiq nazoratingiz yoki kuchli bilim berishingiz yoqmaydi. To'g'risi. Chunki farzandi ijobiy fikr olib bormaydi-da maktab
ota-onasiga. Tushunyapsizmi? O'qituvchilarda ota-onasiga ijobiy holatda bormaydi. Chunki inson omilida himoyalanish birinchi o'rinda. Undan keyin esa o'zini joni qiynalmaslik ikkinchi o'rinda. Demak biz mana shularni bosqichlarda o'tganmiz va bizga o'qiyman degan, farzandida natija ko'ra olaman degan ota-onalar. Mana shularni bizda deyarli holatda jalb qiladi. Va biz doimiy holatda imtihon turamiz, imtihonlardan o'tmagan, bizni o'sha keltirilgan talablarimizga tushmagan, ya'ni o'quvchilarimizni biz maktabdan hatto chetlatgan holatlarimiz ham ko'p. Al-Xorazm maktabida natija olaman, bilimi yanada yuksaladi degan o'quvchilar saf kerak bizga. Men ko'p aytaman, sizni bu maktabga to'layib turgan iqtisodiyotingiz, pulingiz yoki sizni dadangizni boyligi yoki dadangizni kambag'alligi va sizni qandayligingiz bizga muhim emas. Biz Al-Xorazm maktabida tabaqalanmaydi. Hamma biz uchun o'quvchi. Va shu ruhda o'qitiladi. Xo'p, navbatdagi savolimiz, Hiral aka, maktab bitiruvchilarining oliygohlarga kirish ko'rsatkichlari ota-onalar uchun eng muhim mezonmi? Ha, ma'lum bir davrda o'qishga kirish eng muhim mezon bo'lib qolgan. Lekin hozir birinchi mezon farzandlarini odob axloqi ota-onalarga birinchi mezon shu bo'lib qoldi. Chunki odob axloqidan xavotir. Ilm jarayonida birinchi edi ma'lum bir davrda. Lekin ikkalasi parallel ketish kerak, bir xil ketish kerak. Ya'ni o'qishga kirish mezon deb qaramaslik kerak. Bu o'qishga kirishlik bir ko'prik. O'qishga kirgandan keyingi hayotini mujassam bo'lishligi. Ya'ni men sizga aytdim, bir xususiy biz Al-Xorazm xususiy maktabimizda hayot darsi qo'yilgan. Bu Al-Xorazm maktabining o'zini dasturi. O'quvchilarimiz o'qishga kirgandan keyingi hayotlari, ya'ni keyingi jarayonlarini, ya'ni dasturi bor. Shu dastur bo'yicha biz ko'proq o'qishga kirgandan keyingi hayotni o'ylashimiz kerak. Mana shu ta'lim odamlari, ta'limda ma'lum bir jarayonda ishlab turgan ustozlar. Ota-onalarimiz ham hozir mezon deb deyarli prezident maktabiga kirishlik bir mezon deb belgilashgan. Bunga qo'shadi o'zlariga. O'zi bir prezident maktabida bitta viloyatnikida 20 ta bola olsa. Unga o'ziga yarasha iqtidorli bolalar bor, tug'ma iqtidorli bolalar bor. Ma'lum bir jarayon bo'yicha. U 20 ta tasavvur qilyapsiz. 6 ming 7 ming ta odam topshiryapti. Bu yiqilib qolsa, bu xususiy maktabda yaxshi o'qitmadi degani emas-da. To'g'rimi? Yoki yaxshi o'qitdi degani ham emas-da. Kirgan holatdagi o'quvchilar. Shuning uchun biz mezon deb kichkina jarayonni qarab qolmasligimiz kerak. Biz hayotdagi insonning muvaffaqiyat chegarasini mezon deyishimiz kerak. Aslida buni ko'rish juda ham qiyin. Buni ko'rish uchun yillar ketadi. Lekin biz shu kichkina mezonlar orqali yutuqlarni rivojlantiramiz. Albatta bu xususiy maktablarga tavsiya qilmoqchimanki, hamma narsa kichik mezonlardan kelib chiqadi. Ya'ni shu kichik mezonlar ota-ona uchun juda ham katta yutuq hisoblanadi. Mana shu maktabdagi qilingan olimpiadalarda birinchi o'rinda olishi, 10 talikka kirishi, tumanlarda, viloyatlardagi olimpiadalarda yaxshi o'rinlarda olishi bu bir mezon. O'qishga kirishi bir mezon. Hayotdagi kelajagi bir mezon. Boshqa xususiy maktablarda aynan Al-Xorazm maktabiga o'quvchilarni o'tishi, ta'lim tizimini bir hafta 10 kun o'qib ko'rgandan keyin ularga yoqib bo'ldi, shu yerda qolaman deyishlarini ko'rgandim, lekin aynan davlat maktablari, ya'ni prezident maktablaridan ham keyin o'quvchilarni o'tgan safar o'zim guvoh bo'lib qoldim. O'zi Al-Xorazm maktabida o'qib o'rganib, o'qishga o'tgan ekan. Va ota-onasiga aytibdi, meni o'zimni eski Al-Xorazm maktabiga qaytaringlar, men shu sog'inayapman, o'sha yerda o'qish niyatdaman deb. Prezident maktabiga o'tgan o'quvchilar. Qaytib ketdi. Buni sabablari nimalardan bor? Qanaqa narsalar beryapsizlarki, bu o'quvchi yana qaytib o'sha o'zimni joyimda o'qiyman. Bu narsa PR emas, mana siz ham guvoh bo'libsiz. Bizni mana tuman prezident maktablariga va bizda mana shahar prezident maktablariga o'tgan o'quvchilarimiz bo'lgan. Va shular ta'lim tizimini ko'rib, o'quvchilarimiz yana kelgan holat biz uchun oddiy holat. O'zimizni yana qayta tanlashgan. Bunga sabab ustozlarimizni kuchli bilim bera olishligi. Undan keyin esa ikkinchisi farzandlarimizning kelajagini o'zi, ya'ni ko'ra olishligi. Mana shu ko'rsata olishligi shu maktabimiz. Va bizda uchinchisi tizimimiz bor. Endi u tizimimiz hali o'zini to'liq oqlagani yo'q. Uni biz ochiq-oshkora qila olmaymiz. Albatta sabablari shu. Bizni ko'p holatda mana bizda o'qiydida, ma'lum bir boshqa bir oliygohga ketadi va undan keyin hech qancha o'tmasdan qaytib keladi. Farzandi o'zi qaytib keladi. Ota-onalar aytadiki, shu ma'lum bir jarayon bo'yicha shu xususiy maktabga
borib ma'lum bir holatda meni yana olib boringlar o'qiyman degan xulosadagi u yoshlarimiz juda ham ko'p. Lekin shu o'quvchini dastavval kelganda bir qiziqadigan bo'lsangiz, shu o'quvchimiz dastavval o'qishga kirishligi, juda ham kirishib ketishligi Al-Xorazm maktabida moslashishligi qiyin bo'lgan. Chunki bizda jarayonlar juda kuchli ilm berilib, qattiq nazoratdagi jarayon bo'lgandan keyin kirishi qiyin bo'lgan va o'quvchini ertaga kelajagiga foyda berishini his qilib qolganda, keyin u boshqa joyga o'tgandan keyin bunaqa tizim ko'rmagan. Unday holatdagi, ya'ni holatga chidolmay qoladi va o'zini yana Al-Xorazm maktabiga qaytib keladi. Endi bu albatta maqtanish emas, biz bundan xursandmiz. Xudo xolasa. Zo'r gap yo'q. Albatta bunaqa hodisalarni ko'rish shaxsan o'zimga ham quvonarli holat. Ya'ni bolalarda ham bugun ham guvoh bo'lib qoldim. Bitta bolachamiz duo qilyaptilar. Hozir video davomida ham qo'yib ketamiz shu narsani. Hattoki bilmadim 2-3 sinf o'quvchisi. Ya'ni duosida shunchalik ota-onani sharoit qilib berib, mana shu xususiy maktablarda o'qitib, o'rgatib, bizni kelajagimiz uchun o'ylab, pul to'lab o'qityapti. Tan joylar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin deb duo qilyapti. Hattoki hayron qoldim. Mana shaxsan o'zim ham marketing bo'yicha dars o'taman. Ko'p o'quvchilarimiz hatto ota-onasi investorda endi, chunki yosh bola bo'lgandan keyin ta'limga albatta ota-onasi pul tikadi endi. Iqtisodiy investor ota-ona qisqasi. 9-sinf, 11-sinf o'quvchilar hali unchalik his qilgani yo'q. O'zi nima uchun o'qiyapti, nima uchun pul to'layapti. Shuning uchun men har zaman aytaman, hech bo'lmasa bir kun 100 ming so'm pul ishlab ko'ringlar, shu o'qiyotgan kursilarga sizlar sarflab ko'ringlar, o'shanda qadrga yetasizlar. O'sha biz berayotgan bilimni deb aytaman ko'pincha. Shaxsan o'zim ham Mardika bozorga borib ishlab pul topganmiz endi o'qishimizga kerak bo'lgandan keyin. Ana shu bola his qilganiga men bolalar hisiga xursand bo'ldim. Hozirdan shu bolalar ota-onasini qilayotgan investitsiyasini his qilib harakat qilyapti. Bu juda ham quvonarli holat. Albatta bunaqa demak, bu yerda ham hali menimcha dars jarayonlarida ham aytsalar kerak edi, misol uchun ota-onangni shunaqa vaqt ketyapti, umri ketyapti, puli ketyapti, shunga yarasha harakat qilgan degan. Albatta. Bunday tizimimiz bor. Boya hali sekret tizimlarimizdan bittasi. Siz endi sekin bittasini ochib qo'ydingiz. Xudo xolasa, endi bu ba'zi bir xususiy maktablar uchun ham sir emas. Xudo xolasa Al-Xorazm maktabi juda ham katta qadamlarda va ulkan rejalarni tuzgan. Buni albatta xalqimiz orqali amalga oshiramiz. Xudo xolasa gap yo'q. Xo'p, navbatdagi savolimizga o'tamiz. Juda ham mavzuimiz juda ham ko'p. Shuning uchun qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Xo'p, Sherali aka, navbatdagi savolimiz xususiy maktablarda eng katta muammo bu tajribali, malakali o'qituvchilarni topish. Shunaqami? Endi siz ushbu muammoni hal qilishda nimalar qilasiz? Qanday yo'l tutasiz? Bu xususiy maktablar jarayonida ko'p xususiy maktablar shu iqtisodiyotdan kelib chiqqan holatda bilimi bor va tajribali o'qituvchilarni qabul qila olmaydi. Chunki bunday o'qituvchilar qimmat turadi. Yaxshi xodim qimmat turadi. Demoqchimanki, sinov asosida qabul qilamiz birinchi o'rinda Al-Xorazm xususiy maktabiga. O'zini fani bo'yicha, bu bo'yicha gapirganmiz. Misol, matematika o'qituvchisi bo'lsa, matematikadan test olamiz va shu matematikadan shu 90% dan kam bo'lmagan holatda natija ko'rsatish kerak. Bu maxsus o'qituvchilar uchun tuzilgan test. Undan keyin ikkinchisi IQ test. Mana hozir pastda guvoh bo'lgansiz, bir ingliz tili o'qituvchi, rus tili o'qituvchimiz rus tilidan ishlab ketgan, endi IQ dan tortadi. IQ. Uchinchisi esa psixologik suhbatda o'tkazamiz. Shunday saralangan o'qituvchilar ishlaydi. Lekin xodimlarni va kadrlarni rivojlantirishda eng katta yo'li mana xususiy maktablarga. Sizni xususiy maktabingizda bir yaxshi bilimi bor ustozlar bormi? Demak, shunga ustoz shogird masalalarini ko'proq holatda biriktirib qo'yishimiz kerak. Va biz qizg'onmasligimiz kerak yoshlarga ilm o'rgatishda, bilim o'rgatishda. Mana bilamizki, o'zimiz ham yangi bir joyga kirganimizda, bu yoshda hali qanaqadir turtkilar, gap bo'yicha, psixologik bo'yicha shunday jarayonlar bo'lgan. U balkim yaxshilik bo'lgan, balkim salbiy ta'sirini o'tkazgan. Shuning uchun biz yoshlarimiz kirib keldimi jamoaga, ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Albatta yangi bitirib kelgan shogirdlarni biz tajribani qilish uchun o'zimizni bilimimizni, tajribalarimizni yaxshi yo'l bilan tushuntirishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. Chunki shundagina shu maktabimiz rivojlanadi. Shundagina shu ta'lim jarayoni, nafaqat ta'lim, hamma joyda ham ustoz shogird masalasini qo'yish kerak. Bilim berishdan, o'rgatishdan, o'zimizni mana bu o'rnimizga kelayotib turgan ma'lum bir kelajaklarimizdan yaxshi bir nima deydi, bilimimizni, tajribamizni berishdan emasligimiz kerak. Ko'p ko'zga ko'rinib qolgan ustozlarda yoki tajribali ustozlar ko'rsangiz, bilim o'rgatgisi kelmaydi. Yoki boshqa kasbda ham. Go'yoki uni
xuddiki bilimi kamayib qolgan. nonani ikkita qilib qo'yganimizdek yoki nonani rizqini olib qo'yganimizdek, yo'q, rizqni Alloh beradi. Biz qo'rqmasligimiz kerak, hech qachon o'zimizni kasbimizni yo'qotib qo'yishdan yoki o'zimizni rizqimizni yo'qotib qo'yishdan. Chunki odam bilimi kuchli bo'lsa, Allohga tavakkal qilsa, bilimi kuchli bo'lsa albatta ishi bo'ladi, Allohga tavakkal qilsa rizqi bo'ladi. Shuning uchun biz har doim bilimli kadr bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Lekin hozir xususiy maktablar shundayki, ma'lum bir jarayonlar bo'yicha talashuvlar ketadi. O'zi shaharda bor yo'g'i bir 30 ta bilimli, kuchli, tajribali ustozlar bo'ladigan bo'lsa, faqatgina shularni kuchli iqtisodiyot bilan ushlab turish yoki bir-biridan olib qo'yishni nazarda tutmaslik kerak-da. Mana bitirib kelyapti turgan, yangi universitet bitirib kelyapti turgan farzandlarimizda ham bilimi kuchli nihoyatda, lekin ularda hayotiy tajriba, amaliy tajriba kamligi uchun biroz kirib ketish qiyin bo'ladi ta'lim sohasiga. Biz shularni ham dasturini ishlab chiqishimiz kerak. Biz Al-Xorazm maktabida shuni dasturini ishlab chiqarganmiz. Mana e'tibor bering, Al-Xorazm maktabida deyarli men o'zim matematika o'qituvchisi bo'lganman. O'zimning shogirdlarim. Ko'rdim, ko'p o'quvchilaringiz sizni domla deb chaqiryapti. Domla desam misol uchun, yoki Sherali aka emas, domla. Nimaga domla deyapsan? O'zim o'quvchilarman-da. Birinchi o'quvchilardan o'zim bo'lganman. Shunaqa. Biz Al-Xorazm maktabida bitirib, kelib ishlayib turgan o'quvchilarimiz bor. O'zimizda biz Al-Xorazm maktabida o'qishgan va o'sha natija ko'rsatib, bilimi zo'r bo'lib ishlayib turgan, ya'ni juda ham ko'p xodimlarimiz bor. Mana bizda Rishton filialimizda ish boshqaruvchimiz bor, juda ham bir talabchan Ibrohimjon degan yigit. Shu yigitimiz o'zimizda Al-Xorazm xususiy maktablar tizimida, tarmog'ida o'qigan. Va mana endi hozir kelib, hozir ish boshqaruvchi, direktordan keyingi odam bo'lib faoliyat yurityapti. Albatta boshida tajribasizlik qilgan, ma'lum bir xatolarni qilgan. Biz uni bo'rtirmaganmiz. Bo'rtirishni o'rniga biz unga o'rgatganmiz, tushuntirganmiz. Hozir mana qaysi jamoada bo'lishimizdan qat'iy nazar, hurmatli rahbarlar, hurmatli yurtdoshlar, biz yoshlarimizni qilgan xatosini bo'rtirmasligimiz kerak. Aksincha o'rgatishimiz kerak. Aksincha biz tushuntirishimiz kerak. Shundagina yaxshi bir mutaxassis kelib chiqadi. Zo'r, juda ham yaxshi aka. Juda ham yaxshi so'z. Xo'p, navbatdagi savolimiz innovatsiya va texnologiyalar ta'lim jarayonini o'zgartiryaptimi? Qay darajada bir foyda keltiryapti? Innovatsiya va texnologiyalar ta'lim jarayonini albatta 180 gradusga o'zgartiradi. Masalan, mana ma'lum bir davrda mailli holatda doskada dars o'tganmiz. Endi hozir mana elektron doskalar kirib keldi. Inson sog'ligi uchun ham foyda. Misol uchun. Va o'quvchilarimizga mana ma'lum bir shakllarda matematikadan tizishda qiynalganmiz. Endi u tayyori bor, bu yerda ichki bir fazoviy shakllarda tushuntirishda, ya'ni o'sha shakl ichki jarayonlari bor, 3D holatda ko'rsatib berishi. Juda ham kuchli, bundan biz foydalanishimiz kerak. Doimiy holatda texnologiyalar bilan ishlashimiz kerak. Interfaol usullar bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni mavzuga mos video darslarni ham bemalol berish kerak, albatta. Ko'rsatish kerak. Shunday, bu texnologiya deganda biz telefon tushirib olmasligimiz kerak-da. Maktablarda ishlatilinadigan o'quvchilarning telefonini texnologiyada olmasligimiz kerak. Bir xususiy maktab ochgan o'quvchi ustoz aytayaptiki, ustoz deymiz-da. Bu o'quvchilarda telefon bo'lishligi bu texnologiyadir. Albatta texnologiya bo'lishi mumkin, lekin o'ziga yarasha bu tarbiyani buzishga ham olib keladi. Internetdagi holat faqat telefon bilan band bo'lib qolyapti. Mana hozir ota-onalarda katta muammolardan biri shu, davlat maktablarida ham hamma joyda mana shu telefon muammosi bor. Ya'ni telefonda har xil internetda behayo, ya'ni tashvishli yoki siyosiy jarayonga qarshi har xil g'oyalar qo'yilyapti. Uni filtrlanmaydi yoshlarimiz. Shuning uchun biz har doim texnologiya deganda telefon tushunmasligimiz kerak. Maktab davrida o'quvchilarga mutlaqo telefonni cheklashimiz kerak. Mutlaqo maktab davrida shuni qo'shtirnoq ichida aytyapman. Telefon albatta yaxshi vosita. Telefon foydasi bor, lekin ma'lum bir yoshda uni ziyoni kattaroq. Aynan bu davrda bilim, ilm oladigan, o'sadigan paytda bu ko'proq foydadan ko'ra ziyonga yetib qolishi. Albatta, hozir mana telefonda kitob o'tkazib olgan o'quvchilarimiz, telefonda manba o'tkazib olgan, kitob o'qimaslik ham shundan kelib chiqadi-da. Mana kitoblarimizni varaqlab, mana shunga o'xshagan kitoblar varaqlab, o'qib, kitobdan ya'ni jarayon qilinsa, albatta kitobga mehr kuchaysa, buni o'ziga yarasha mevasi shirin bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Bu go'yoki sun'iy narsa bilan tabiiy narsaning farqi bo'lgandek, telefondagi ma'lumot bilan kitobdagi ma'lumot orasida juda ham katta farq bor. Telefonda juda ham ko'pchilik
video dars ko'raman, kitob ham yuklab olganman deydi. Telefonda juda ko'p chalg'ituvchi omillar juda ham ko'p. Endi kamdan kam to'g'ri video darslarni onlayn o'qiydigan u yoshlarimiz ma'lum bir davrdan o'tgan yoshlar. Ularda yaxshi, ya'ni aytayman telefonda hozir foyda tomoni bir tomonga yozaylik. Mana yoshlarimiz o'sha necha sinf, mana 5-sinf bo'lsa, o'sha 5-sinf yoki 8-sinf bo'lsa, 8-sinf, 11-sinf bo'lsa, foydalarni bir tomonga yozaylik, ziyonlarini bir tomonga yozaylik. Qaysi biri og'ir kelsa ishlating, qilaver. Misol uchun 5-sinf bola uchun kerak bo'lgan omil bilan universitetga kirgandan keyingi talabaga kerak bo'lgan omillar orasida katta farq bor. Masalan, universitetga kirgan talabaga bu telefon suv va havodek kerak, kompyuter suv va havodek kerak. Ma'lum bir jarayon bo'yicha. Mana ko'ryapsiz, o'zini vaqti va o'zini muddati kerak-da. To'g'ri. Juda ham yaxshi. Xo'p, Sherali aka juda ham tomoshabinlar kuzatib borayotgan bo'lsa, juda ham yaxshi savollar bo'lyapti. Agar qanaqadir fikrlaring bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda, kommentariylarda o'zingizning fikringizni yozib qoldinglar. Juda ham zo'r, o'zimga ma'qul kelyapti. Shunday savollarni tuzib kelibsizlarki, insonni o'ylashga majbur qiladi va undan keyin esa shu o'ylashga majbur qilgandan keyin aniq bir manbalar bilan, aniq bir tushunchalar bilan xulosa qiladigan mulohazalardagi savollar bo'lyapti. Bu xalqimizga manfaat tegadi, yoshlarimizga manfaat tegadi. Albatta, ma'lum bir jarayonlarda xato gapirgan bo'lishimiz mumkin. Endi bu xalqimiz kechirib qo'yadi, ma'lum bir jarayonda. Yani aytgan fikrlarimiz hozirgi paytda o'zimiz nuqtai nazardan o'zimiz qarashimiz to'g'ri. Qachonlardir yil o'tgan sayin balki xato gapirgan ekanmiz. Zamonga mos kelmay qolishi mumkin, chunki zamon tez rivojlanyapti. O'zingiz ham bilasiz. Xo'p, yana bir ajoyib bir o'zim uchun shaxsan qiziq bo'lgan savol. Xususiy maktablar 5-10 yil ichida ta'lim tizimini qanday o'zgartiradi? Bilamizki, korrupsiya degan narsa bor. Maktablarda ham, universitetlarda ham. Mana shu korrupsiyaga qarshi kurashamiz deb prezidentlar juda ham ko'plab tadbirlarni qonun-qoidalar chiqaryapti, lekin baribir 100% yo'qolmayapti. O'qituvchilarimizda ham bor. Endi xususiy maktabda 5-10 yildan keyingi o'quvchilarimiz qay darajada shu narsaga qarshilik ko'rsatishi mumkin? Qay darajada bilim saviya jihatdan ta'limda bir o'zgarishlar qiladimi, yo'qmi? Qanday qaraysiz narsaga? Aslida mana prezidentimiz siyosiy holatda rivojlanishi davlatimizda juda ham yaxshi ketyapti. Bizda sharoitlarimizda imkon qilib mehnat qilgan inson yaxshi rivojlanyapti. Bizda mana xususiy maktablar 5-10 yildan keyingi hayoti juda ham zo'r bo'ladi. Va ma'lum bir xususiy maktablar yopilib ketadi. Chunki raqobatga chidolmaydi. Zamon o'zgarmaydi, odamlar o'zgaradi. Yani odamlarning muhitiga qarab va odamlarning nimani olishiga qarab, qanday texnologiyalar kirishiga qarab biz har doim tayyor turishimiz kerak. 10 yildan keyin xususiy maktablarimizdan bitirgan o'quvchilarimiz yangi bir zamon yigitlari bo'ladi. Yani prezident maktabini bitirgan yigitlarimiz yangi zamon yigitlari bo'ladi. Yani yangi zamon quruvchilar, SSR davri deymiz. Quruvchilar SSR davrida rivojlangan yoshlarning o'zini dunyoqarashi bor, o'zini pozitsiyalari bor. Bir masalaga o'zini har xil qarashlari. Mustaqillikda bolalarini, farzandlarini mustaqillik ruhida o'sgan mana sizni bizni o'zimizga yarasha qarashlarimiz bor. Endi mustaqillik davri ma'lum bir jarayon bo'yicha jarayonga yetib boradi. Undan keyingi yoshlarimiz o'zini bir ruhi bo'yicha shakllanadi. Shu narsani bilishimiz kerak-da. Biz har doim aytamanki, yoshlarimizni mana shu maktab darsliklariga ham qo'yish kerak. Mana shu halol haromni o'rgatuvchi darslarimizni qo'yishimiz kerak. Endi aytishimiz mumkin, odobnoma deyishimiz mumkin, lekin odobnoma yo'nalishi universitetlarimizda bormi bunday kuchli rivojlangan? O'zi odobnoma meni nazarimda shu bitta sinfga bo'lsa 1 soat bo'ladi, 2 soat bo'ladi. Haftada yo'q, bizda endi aytishimiz mumkin. Odobnoma bu boshqa tushuncha. Misol uchun ota-ona beradi buni, odobnoma oilada beriladi. Lekin biz yoshlarimizga vatan tuyg'usi, vatan ruhi, millat ruhi, din ruhi bu umuman boshqa jarayon. Bularni qo'shish kerak. Bularni qo'shish. Shundagina bola ertaga katta bo'lib universitetga kiradi. Universitetdan keyin diplom oladi. Oliy Oliy ta'limga kirgan paytda ham bu bolani o'zgartira olmaymiz. Yaxshi bola, yaxshi bizga ijobiy tomonga o'zgaradi yana. Demak, bunga ham kamida 5-10 yil
xususiy maktabni bitirgan Aferin. yoshlarimizga har doim yaxshi niyat qilganmiz. Mana bitirib kelgan shogirdlarimiz ham aytdiki, qandaydir qarashlari yaxshi, qo'llab-quvvatlaysiz kamchiligi bo'yicha. Xususiy maktablarda juda ham zo'r rivojlanishni xohlayman. Undan keyin davlat maktablarini ham rivojlanishini xohlayman, sababi raqobat qilishini xohlayman. Bularni chiqishini. Albatta, chunki davlat maktablarida aksariyat o'qituvchilarimiz xafa bo'lmanglar. Shu vaqtingiz uchun pul olyapsiz degan umiddaman. Vaqt uchun bu juda ham og'ir gap. Lekin ma'lum bir ustozlarimiz bilim berib fidoyi bo'lgan maktabda ustozlarimiz ham bor, lekin deyarli holatda shunday 40 minut vaqtda shu borib kelish, faqat borib kelish va davomat bilan shug'ullangan Holatlar ham maktablarimiz bo'lyapti, ham bor bor. va ustozlarimiz ham bor. Lekin Shuning uchun hammasini achinarli holat bu. Biz tanqidga har doim to'g'ri qarashimiz kerak. Mana bizga ham keladi, tanqid qilishadi va odamlarni biz tanqidni yaxshi tomonga hazm qilamiz. Shundagina rivojlanamiz. Mana hozir gapirib turgan gapim xalqimizga va o'sha mana videoga olib turgan ukamizga yoki sizga boshqacha eshitilyapti turgan bo'lishi mumkin yoki xato jarayonlarni ko'rayotgan holatlar bo'lishi mumkin-ku, to'g'ri? Masalan, sochimni qiyshayib qolishini o'zim oynaga qarasam ko'raman xolos. Bo'lmasa qarshimdagi odam yaxshi ko'radi-ku. Ko'p holatda o'zimiz xato kamchiliklarni ko'rmaymiz. Boshqa bir inson ko'radi. Juda ham yaxshi. Xo'p, Sherali aka, yana qisqacha ma'lumot bersangiz, davlat maktablarini yana ham rivojlanish uchun nimalar qilganimizni, qo'shimcha qo'shganimiz yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Davlat maktablarini birinchi qadami shuki, kadrlar, ya'ni mutaxassislarni fidoyi qilish kerak. O'z fanini sevadigan va o'z fanida kuchli mutaxassislik kadrlarga aylantirishimiz kerak. Vaqt uchun emas, natija uchun ishlaydigan ustozlarga aylantirishimiz kerak. Mana hozir ustozlarimizga milliy sertifikatlar, ustozlarimizga hozir qo'yilgan qo'yildi. Olsa, oylikga qo'shimcha bonus. Afsuski bu o'zini bilimini oshirish uchun xizmat qilyapti ba'zi bir o'qituvchilar. Farzandlarimizga ilm berish uchun emas. Endi shunday bonuslarni qilishimiz kerakki, tavsiya. Shu farzandlarimiz qanaqadir sertifikatlar olsa, yoshlarimiz olimpiadalarga chiqsa, mana shu o'qituvchiga qanaqadir kuchli holatda, bilim kuchli holatda yillar mobaynidagi jarayonni berishimiz kerak. Ya'ni o'sha iqtisodiyotni berishimiz kerak. Masalan, hozir ham bu ham bir motivatsiya bo'ldi o'qituvchilarimizni o'zini ishlashga undayapti. Yiqilganlarga ham bir jazo qilish kerak. O'talmaganlar. Ikkinchisi esa shu davlat maktabida ishlovchi kadrlar uchun alohida xodimlar bilan ishlash maktabini qilish. Juda ham ko'p rahbarlarimiz faqat o'rinni yo'qotib qo'ymaslik uchun ishlaydi. Achinarlisi, mana pulga xususiy maktablarda bunday holatlar yo'q deb aytaman. Davlat maktablarida hatto bitirib kelgan 4 yil O'zbekiston diplomini olgan yoshlarimiz ham pulga shikirayib turganlarini eshityapmiz. To'g'risi, bu afsuski ichimizda bor. Mana bu qayerda? Ta'limda korrupsiya bor. Demak, bu bizning og'riqli nuqtamiz. O'sishni qo'yavering. U ertaga siz pul olgan odamingiz bilan qanday qilib birga ishlaysiz? Misol. Bu ma'lum bir holatlarda man eshitib turgan yurtdoshlarimiz ham buni tasdiqlaydi. Kadrlarni biz o'qitishimiz kerak. Shu rahbar kadrlarni xodim bilan gaplashish, xodimni rivojlantirish, ota-ona bilan muloqot va o'sha o'zini qo'l ostida nechta mingta bola o'qiydi, shularni bir qaysidir ma'noda rivojlantirish. Bu kema kapitanida bu direktor. Shu qaysi shuni qadriyatiga qarab turib rivojlanadi. Hatto eshitib qoldim yaqinda bir o'qituvchilar bir davlat maktabidagi xodim, o'qituvchi direktorni uyga borib, hatto uzumini xomtok qilib berib, uyga borib chorvog'ini chopib beryapti turgan xodimlarni ham ko'rdikda. Yaxshi ko'rinish uchun balkim qanaqadir iqtisodiyot yoki darsini ko'paytirish uchundir. Bunaqangi mayda-chuda holatlar bor, lekin shu mayda-chuda holatlar ma'lum bir korrupsiyalarni yechib chiqaradi. Ikkinchisi demak shu. Uchinchisi esa biz o'sha qat'iy holatda ota-onalarga talab qo'yishimiz kerak, ya'ni davlat maktablarimizda ta'lim jarayonida ishlab turgan o'quvchilarni, ustozlarni haqoratlamasligini vakolat berish kerak o'qituvchilarga. Ma'lum bir xodimlar, o'quvchilarni kerak bo'lsa maktabdan chetlatib, shu chetlatilgan o'quvchilar uchun katta jarima qilib va ma'lum bir qamoq jazolarini ham qilish kerak-da. 3 kunlik, mana misol maktab tartib-qoidasini buzganlik yoki boshqa degan vaziyat. Endi buni davlatimiz balkim siyosatiga to'g'ri kelmas, balkim yoshlar nimasi himoya qilish bo'limiga to'g'ri kelmas. Lekin
mas'uliyat baribir o'qituvchida bo'lib qolmasligi kerakda birinchi o'rinda. Ota-ona ham bir javobgarlik bo'lishi Chunki kerak. mana shu bola yaxshi ta'lim tarbiya olish uchun asosiy 4 ta narsaga bog'liq bo'lsa, 4 ta unsurga. O'shaning bittasi farzand o'ziga, ota-onasiga, yana maktabga bog'liq bo'lyaptimi? Albatta uchburchak, pedagogika uchburchagi bor, ta'lim uchburchagida ota-ona va bitta burchagida albatta ustoz, uchinchi burchagida esa o'quvchi. Mana shu uchalasi agar bir xil holatda harakatlanmasa, uchburchak shakli shakllanmaydi, buziladi. Shuning uchun biz ustozlar harakat qilyapmiz umumiy holatda har bir farzandni zo'r tarbiya qilish uchun. Ota-ona ham bunga o'ziga yordam berish kerak. Mana 3 ta farzandingiz bo'lsa, uni tarbiyalash qay darajada qiyin. U o'qituvchi bitta sinfda kamida 20 ta bola bor. 20 xil xarakter bor-da. Albatta unga qiyin bo'ladi. Navbatdagi savolimiz, shunday ko'p ota-onalar mana hozir bilamizki, maktab boshlanib bo'ldi. Xususiy maktabga farzandlarini bermoqchi bo'lganlarda qiyinchilik tug'dirmaydimi? Hujjatbozlik, o'zi xohlagan paytda ko'chirsa bo'ladimi yoki aynan shu sentyabr, avgust oylarida ko'chirish kerakmi? Shu bo'yicha ham qisqacha davlat maktablari hali yaxshi. gapimda yarmida deb aytdim. Davlat maktablarida ishlovchi ma'lum bir xodimlar uchun xususiy maktabga o'quvchini o'tishi juda ham katta fojiaga aylanadi. To'g'risi u fojia bo'lmasligi kerak, bu oddiy holat. Qabul qilish kerak va shu hujjatlarni bitirib berishda davlat maktablari juda ham xalqimizni qiynab turgan xususiy maktablar. Davlat maktablarida kechirasiz. Xususiy maktablarda xususiy maktabga o'tganda uni hujjatini berishlik, o'tkazib berishlik qiynab turgan holatlar. Buni oddiy qarashimiz kerak. Biz xalqimizga yengillik qilishimiz kerak. Keyin esa yil davomida o'quvchini qabul qila olasiz. Ko'chirsa bo'ladi. Albatta ko'chirsa bo'ladi. Davlat maktablaridan xususiy maktablarga, xususiy maktablardan davlat maktablariga bunaqa jarayonlar ketaveradi har doim. Lekin 9 va 11 sinflarda ma'lum bir baza masalalari bor. Ma'lum bir vaqtlarda, ya'ni o'tkazib bo'lmaydigan holatlar. Ya'ni 11 sinflar. Lekin 9-10 sinfgacha ko'chirib bemalol o'tkazsa ham bo'ladi. Albatta bo'ladi. Bemalol shu yil davomidagi harakatlar maktablardagi oddiy holatda bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, shunaqa gaplar hurmatli o'quvchilar, mana savollarimizni bir qism tugatdik. Vaqtimiz chegaralanganligi tufayli hozircha suhbatimizni to'xtatamiz. Chunki Sherali akamning ham ko'plab ishlari va filiallariga borishi kerak. Agarda sizlar ham qanaqadir qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Xususiy maktablarimiz bo'yicha batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Sherali aka, hozirgi paytda xususiy maktabimizda qanaqa imkoniyatlar yo'lga qo'yildi? Ayni ota-onalar yoki farzandlarga qanaqa sharoitlar qilib berildi? Shu bo'yicha ham qisqacha ma'lumot bersangiz, shu bilan tugatamiz. Biz Al-Xorazm xususiy maktabida bu yilgi yangiliklardan o'tgan yil mana shartnoma qilib yaxshi o'qigan o'quvchilarimizni, ota-onalarini umra safariga yubordik. Ana ma'lum bir jarayon bo'yicha yaxshi ishlagan ustozlarimiz, pedagoglarimiz umra safariga yuborilyapti. O'qituvchilarga ham berdik. O'qituvchilarga ham yaxshi bir xodimlar. Endi o'quvchilarimizga motivatsiya bo'lish uchun maktabimizda stipendiya joriy qildik. Har bitta o'quvchiga albatta oylik stipendiyalar joriy qildik. Va undan keyin esa grant e'lon qildik. Mana ko'p e'lon qilamiz bunaqa. Maktabimizda 1 yil, 2 yil va ma'lum bir oylar tekinga o'qish bilimi bor odamga ham imkoniyat bor. Masalan, puli bo'lmasa, bilimi bo'lsa, demak u kelib topshirishi shu grant. Hech qanaqa tanish bilishsiz. Juda ham qattiq o'tsa, yana bepul o'qish imkoniyati ega. Mana bor bunaqa o'quvchilarimiz. Mana IELTSdan 7 ta o'quvchimiz bor. O'zimizda o'qidi va o'zimizda oldik. 2 yillik ya'ni o'sha oylik to'lovini bekor qilib berdik. 50 million so'mlik voucher berdik. Voucher ham berdingiz. Albatta. Endi shu o'qishi uchun albatta bu yoshlarimizni yanada ilmga qiziqtirish va yanada ilmda chuqurroq holatga egallash. Shu IELTS 7 olgan ingliz tilidan va matematikadan mana A+ olgan o'quvchilarimiz, fanlardan yuqori natija olgan o'quvchilarimiz maktabimizga tashrif buyursin, stipendiya bilan o'qisin kerak bo'lsa. Undan keyin esa o'sha bekorga o'qish grantlarga olsin albatta. Bunaqangi imkoniyatlarimiz ko'p. Undan tashqari esa mana biz boquvchisi yo'qlar uchun chegirmalarimiz bor. Dadasi bu dunyoda o'tgan, onasi bu dunyoda o'tgan, kam ta'minlangan oilalarga imkoniyatlar qilib beriladi. Albatta. Zo'r gap. Shunaqa chegirmalarimiz bor. Asosiysi bizga odob axloq bilan bilimi yaxshi bo'lsa,
shu jarayon bo'yicha har qanaqa bir ilmiy yordam berishga qolgan tomonga yordam berishga tayyormiz. Zo'r. Kuzatuvchilarimizga ham rahmat. O'tgan safar juda ham yaxshi mavzular bo'ldi. Juda ham ijobiy fikrlar aytishdi. Qo'ldan kelganicha kelsalaring fikrlashaveramiz. Albatta tabiiy bu narsaga tayyorlanmaganimiz yo'q. Birinchi marta eshitib turibman savollar, lekin zo'r respekt. Nihoyatda yaxshi savollar. Buni uchinchi qismini ham qilsak kerak. Xudo xolasa inshaalloh Ko'rdingiz? albatta uchinchi qismini qilamiz. Uzr so'rayman, bu yigitlarimiz soat 10 da keldilar. Hozir mana soat 1 bo'lyapti. Uchrashuvlar, shunday holatlar bo'lib qoldi. Shunga qaramay bu yigitlar ham shu intervyuga ketishimiz kerak degan xulosada birga yurishdi. Sizlarga ham rahmat. Mana siz jamoangiz albatta Rahmatulloh jamoasi, nomi bor jamoa. Zamon agentligi. Zamon degan media guruhidagi yigitlarga ham rahmat. Xalqimizda qolaversa mana shunday yaxshi ta'limiy holat yoki qandaydir sohalarda foydalaning tegyapti media. Zamon har doim zamon bilan teng deydi-ku. Charchamaydi. Yashang rahmat. Aytgancha yotoqxonalarimiz ham 12 viloyatga, vodiyliklarga albatta yotoqxonalarimiz mavjud. Maktabimizda deyarli uzoqdan kelgan o'quvchilarimiz uchun yotoqxonalar tashkillangan. Nazorat juda ham yaxshi nazorat qilingan. Shu bizning maktabimizda aybi bor, bitta shu o'quvchilarimiz telefon ishlatmaslik. Shu holat. Shu mana shuni bizga ota-onalar ta'minlab bersa, yog'ini bizga qo'yib bersa, o'zimiz yaxshi ota-onalarni ishonchli xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Hammaga rahmat, shunchalik vaqtlarni sarflab ayamasdan oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Qanaqa savollar bo'lsa, past raqamlar qoldiramiz. Menejerlarimizdan ko'proq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.